Davay kino olamiz. Hammamiz talantimiz bor. Televideniyega sotib pullaymiz. Kino olish uchun ssenariy kerak emasmi? Yo'q. Ahad Qayum ssenariysiz kino olishni isbotlagan. To'g'ri gapirlaring, Ahad Qayum amakim bo'ladilar meni. Akalar qochib turinglar, biz bu yerda o'ynamoqchi edik. Xo'p. Kino olmoqchimisizlar? Ha. Men ham birinchi kinoyimni umuman ssenariysiz o'ynaman. O'shani to'xtatsizlar bu yerga. Eslaring. Yaxshi. Zo'r ssenariy bor. Ash 4 toving 4 ta aka-uka bo'lasan. Tasavvur qilsam o'sha kino ko'rganmisan? 4 ta aka-uka haqida. 4 tovi bitta qiz yaxshi ko'radi. Akalarini qarg'ishiga qolgan kelin. Xullas 25 minutdan keyin syomka. Qisqasmi deyman nima uchun? Qara ssenariy Bor. Qani. Bu yerda. Samandar hozir emotsiya berib yig'lashing kerak, tushundingmi? Bor. Nachilik. Stop. Toming joydamisan, ha? Kinomiz. Nima qilganing bu? Menda ayb yo'q. Telefonimdan muzika qo'ydim, bosilib ketib boshqa videoga o'tib ketibdi. Hali ham YouTube'da muzika eshityapsanmi? Mana Jana Tube bor-ku. Bu ilova ekran o'chirilganda ham musiqani, videoni bemalol ijro qila oladi. Eng asosiysi tekin va reklamasiz. Google Play va App Store'da bor. O'sha yerdan topsang bo'ladi. Ko'ryapsizlar, aktyorskina mana talant. Oskar berish kerak bunga. Stop! Xullas, tayyor bo'lsanglar, prezentatsiyani boshlaymiz. Biz katta loyihaga qo'l urdik. Ko'rishinglar mumkin. Tushunmayman, qanaqasi bunaqa bo'ldi? Men ham tushunmay qoldim. Qayerdan chiqdi bu video? Bo'ldi hozir. Ha, marra.